hurmat qiling o'zingizni. Ya'ni insonlar sizga qanday munosabatda bo'lishini siz o'zingiz belgilab berasiz. Ya'ni shaxsiy chegara degan narsani siz o'rnatmaydigan bo'lsangiz, insonlar sizga o'zlari xohlaganchalik sizga muomala qilishadi. Kimdir sizga ovozini ko'taradi, kimdir sizga qo'lini uchi bilan ko'rsatadi. U insonlardan xafa bo'lish kerak emas. Nima uchun? Chunki siz ularga sizga shunaqa muomala qilib berishlariga ruxsat bergansiz. O'zingizni shaxsiy chegarangizni tuzing. O'zingizni shaxsiy prostranstvangizni belgilab oling. Menga ovozni ko'targan tonda gapirish mumkin emas yoki menga kimdir ish buyurishi mumkin emas yoki menga kimdir nimadirni o'rgatishi, aql o'rgatishi mumkin emas. Ya'ni men o'zimga quloq solaman degan ma'noda o'zingizni shaxsiy chegarangizni belgilab oling. Siz o'zingizni hurmat qilmaydigan bo'lsangiz, hech kim sizni hurmat qilmaydi. O'zingizni qadringizni o'zingiz bilmasangiz, hech kim sizni qadringizni bilmaydi. Bugundan boshlab o'zingizga va'da bering. Bugundan boshlab o'zimni hurmat qilaman. O'zimni qadrimni bilaman. Shaxsiy chegaramni himoya qilaman degan ma'noda o'zingiz bilan munosabatda qat'iy bo'ling. Shunda insonlar sizni hurmat qilishadi. Saqlab qo'ying.